Siz ham Cobalt mashinasini haydasangiz, bir kun shu xarajatlar sizni kutib turibdi. Mashina salonida torpedka va rullariga vibratsiya beradigan ehtiyot qismlarni ko'rishingiz mumkin. Shu podushkalar uzoq muddat xizmat qilishi uchun nima qilish kerakligi va qancha xarajat bo'lishini video davomida aytib o'taman. Motori va korobkani ko'tarib turadigan bu ehtiyot qismlari motor podushka deb nomlanadi. Vaqt soati bilan 80-100 ming kilometr atrofida motorni ko'tarib turgani sababli rezinalar ezilib, yirtilishni boshlaydi va drayvga urganingizda rullaringiz zirillab, torpedkalarga vibratsiya berib tashlashni boshlaydi. Ko'rganingizdek bu Cobaltga ham ikkita tomon podushkalarni almashtirib beramiz. Original podushka ustanovkalari bilan 1 million so'm atrofida xarajat bo'lyapti. Hali anaqa yaxshi o'tdimi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mana ustani yaxshisi mana Chaqatayda. Zo'r joy. Ham arzon. Ko'nglingiz to'lganmisi bo'ldi? Rahmat uka. Podushkalarni JM originali ham bor, o'rtacha duplikat variantlar ham bor. Sharoitga qarab kelsanglar, chiroyli qilib ustanovkalarni qilib beramiz. Manzil Toshkent, Chig'atoy darvoza.